Temir yo'l orqali mahalliy yo'nalishlarda yo'lovchilarni tashish xizmatlarini ko'rsatishdan ko'rilgan zararlarni kompensatsiya qilish xarajatlarini qoplash uchun 700 milliard so'm mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. Ma'lumki, bugungi kunda temir yo'l transportiga kun sayin aholini ehtiyoji ortib boryapti. Transport vazirligi tomonidan mana shu tashish xizmatlarini ko'rsatishdan daromad bilan chiqish uchun qachon to'liq imkoniyatlarini ishga soladi? Foydaga chiqishimiz uchun birinchi yo'llarimiz, bizdan foydalanadigan poyezdlar, ya'ni vagonlar to'liq tarkibda ishlagan bo'lishi kerak. Endi asosiy vagonlar xabarlaringiz bor. Asosan sobiq ittifoqdan qolgan nimalar hozirgi kunda yangilanishini hisobga olib, ya'ni ular zarar bilan ishlayotgan edi. Shu zararni qoplash uchun bu qonunga o'zgartirish kiritildi. Shu aholimizga qulaylik yaratish uchun bu qilinyapti. Yo'q, aniq choralarni ayting. O'zingizlar bu zararni qoplash uchun qanday choralar ko'ryapsizlar? Kelajakda nima ish qilasizlar deb so'rayaptilar. Bu yildan yil oshib borish kerak emas-ku. Ya oshib borish kerak emas, o'zi o'tgan yildan boshlab qo'llanilyapti. Bu vaqtinchalik me'yor. Kelajakda mana qo'shimcha yo'llar tushib, ular yana xususiylashtirishga o'tilgandan keyin bu me'yorlar o'zidan o'zi cheklanadi. Demak, temir yo'lni xususiylashtirish masalasini ko'ryapsizlarmi? Shunday. Yana tranzit yo'lagini oshirish bo'yicha ham ko'pgina ishlar olib borilyapti. Ya'ni biz tarif siyosati qayta ko'rib chiqilyapti. Asosiy nimamiz, bizga tushumlarimiz o'sha tranzit mablag'lari hisobidan qoplanib kelayotgan shu paytgacha. Bu bo'yicha yana ishlarimiz davom ettiramiz. Biz alohida sizlardan ushbu savolga javoblarni kutib qolamiz. Marhamat qilib fraksiyamizga kelgusida qanday chora-tadbirlar belgilangan, shu haqida rahbariyatingiz bilan maslahatlashib, takliflaringizni berishingizni so'rab qolamiz. Savol ochiq qolyapti. Choralar haqida gapirmayapsizlar.